Diqqat, O'zbekistondagi pensionerlarga muhim xushxabar. Ko'pchilik buni bilmaydi. Pensiyani 2 baravar yuqori olish mumkin, lekin bitta muhim sharti bor. Nega ayrimlar katta pensiya oladi, boshqalar esa juda kam oladi? Sirrini hozir aytaman. Agar hozirda shu ishni qilmasangiz, kelajakda pensiyangiz juda kam bo'ladi. Pensiyangizni oshirishni xohlaysizmi? Unda bu videorolikni oxirigacha ko'rasiz. Yuqori pensiya olishning 3 ta qonuniy yo'li bor. Birinchisini hamma bilmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, yuqori pensiya olish uchun nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, har bir inson hayotidagi asosiy maqsadlaridan biri sifatida pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat natijalarini ko'rish va keksalikni farovon o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu davrda albatta daromad manbai sifatida pensiya muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli har birimiz yoshligimizdanoq kelajakdagi pensiyamiz haqida o'ylab, unga oldindan tayyorgarlik ko'rishimiz lozim. Kimlarga pensiya tayinlanadi? To'liq yoshga doir pensiya olish uchun pensionerlar 60 yosh erkaklar, ayollar esa 55 yosh mos ravishda 20 yil va 25 yil mehnat ish staji talab qilinadi. Agar fuqaroning mehnat staji kamroq bo'lsa, lekin 7 yildan kam bo'lmagan taqdirda unga to'liq bo'lmagan pensiya tayinlanadi. Bunday pensiya miqdori kamroq bo'ladi. Pensiya miqdorini aniqlashda fuqaroning rasmiy ishlagan yillari va olgan daromadlari hisobga olinadi. Mehnat stajiga shuningdek yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilganlik yoki xorijda ishlaganlik pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy soliq davri ham qo'shiladi. Pensiyaga tayyorlanish uchun nima qilish kerak? Pensiya tayinlanishi fuqaroning rasmiy mehnat staji va to'langan soliq asosidagi daromadlari hisobga olinadi. Ya'ni fuqaro qancha rasmiy ishlagan, qancha rasmiy daromad olsa, uning pensiya huquqi yildan yilga shakllanadi. Shu sababli har bir fuqaro pensiya yoshiga yetishiga tayyorgarlik sifatida o'zini o'zi faoliyatini rasmiylashtirishi va daromadlarini belgilangan tartibda ko'rsatishi lozim. Pensiya yoshiga yaqinlashganimizda ko'pchilik quyidagi savollar tug'iladi. Pensiya miqdori qancha bo'ladi? Yuqori pensiya olishim mumkinmi? Ko'pchilik fuqarolar hujjatlarini qanday topshirish va qayerga murojaat qilish kerakligini bilmay qolishadilar. Natijada pensiya tayinlangach, uning miqdoridan norozilik paydo bo'ladi. Fuqarolar uchun muhim tavsiyalar. Pensiya jamg'armasi fuqarolarga yuqori pensiya olish imkoniyatini ta'minlash uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. Ushbu tavsiyalar pensiya yoshiga yaqinlashgan shaxsan va yoshlarga mo'ljallangan bo'lib, keksalarda farovon hayot kechirishga yordam beradi. Mehnat stajini rasmiylashtiring. Ish faoliyatingiz rasmiy ekanligiga va mehnat stajingiz ishlayotgan tashkilotda to'g'ri qayd etilganligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun my.gov.uz portali orqali mustaqil tekshirishingiz mumkin. Staj ma'lumotlarini raqamlashtiring, ta'minlang va ularni zamonaviy raqamli davr talablariga muvofiq ish joyingizdan mehnat stajingizni raqamlashtirishini so'rang. Rasmiy daromad oling. Ish haqqi rasmiy to'lanayotganligi va soliqlar pensiya jamg'armasiga ajratilayotganligi kabi to'lovlarning muntazam amalga oshirilayotganligini ishonch hosil qiling. O'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'ting. Agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting va pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliqni belgilangan tartibda to'lang. Bu orqali mehnat stajingizni oshirishingiz mumkin. Pensiya qonunchiligidagi yangiliklardan har doim xabardor bo'lib turing. Mehnat ma'lumotlaringizni yangilang. Agar ishlamagan bo'lsangiz, Mehnat vazirligining qashshoqlikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga murojaat qilib, ish faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishlarini talab qiling.